98 ta changan switch yechganmiz, bir qaltiroq o'tdilar, switch zazor katta bo'lib ketgan. Juda ham katta, yeyilib ketgan, mana har xil bo'lyapti. Babina mana birinchi silindr babina yoniga urgan. Bu ko'proq switch ketganidan bo'ladi. Switch ketganidan keyin, switch yaxshi ishlamagandan keyin babinaga uraveradi. Babinani kuydiradi. Bu massiga urgandan keyin mashinani miyasini ham, kompyuterni ham kuydirishga sabab bo'ladigan narsa. O'shanga iloji boricha switchlar hammasini qarab qo'yinglar. Yaxshi yuryapti-yu deb yuraverish kerak emas. Zazori juda ham katta bo'lib ketgan mana. Juda ham katta bo'lib ketgan. Babinaga nagrushka bo'ladi, bundoqda. Mana bu yangi switchamiz. Zazori kichkina bo'ladi. Bu normalni zazor. Normalni hisoblanadi. To'g'ri, endi yurganda kattalashadi sekin-sekin. Endi juda ham kattalashgani bo'lmaydi. Rasxodga ta'sir qiladi. Mana shu yeyilib ketgan, mana ko'rinyapti. Mana yeyilib peshog'omor bo'lib ketgan. Zazor juda ham katta. Bunaqa paytda skri yaxshi bo'lmaydi. Skri kamroq beradi, yonish kamayadi, rasxod ko'payadi, biznes hidi chiqadi, gaz hidi chiqadi. Mana shundan bo'ladi. Zazorni o'zi qancha kichkina bo'lgani emas-u, o'zini me'yorida bo'lishi kerak. O'zini me'yorida bo'lsa, rasxodlari ham, hamma narsasi, mashina ishlashlari ham bir tekis bo'ladi. Bunaqada mashina silkinib ishlaydi. Shuning uchun iloji boricha zazor normalniy bo'lsa, mashina tekis ishlaydi. Hamma shunaqa bo'lishdi bu yerda switchlarning. Hammasi zazor katta ochilib ketgan. Endi bir xil aytadi, endi sen nima qilsan aytib qo'ygan yaxshi, bo'lmasa babinalar kuyadi. Babinalar kuyib qimmatroqga tushadi. O'shaning uchun aytib qo'ysa vaqti-vaqtida almashtiriladi, oldi olinadi.